Yunusobod sentridan yuqtirganlarga zo'r xonadon topib qo'yganmiz. Hurmatli mijozlar, assalomu alaykum. Kanalimizga borayotgan obunachilar, xaridorlar. Bugun sizlar bilan Yunusobod sentrida joylashgan 370 kvadrat 5 xonali mana shu uyimizni obzorini qilamiz. Uyimiz juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Yunusobod mostidan tushganimizda o'ng qo'lda mahallaga 100 metr kirganda joylashgan bo'ladi. Eski 17-banisi, Mega Planet, Shohsariq hammasiga yaqin bo'lgan masofada mana shu uyimiz srochniy sotuvga qo'yilgan. Uyimiz 2 sotuv, 5 ta xonasi bor, 3 qavatni tashkil etadi. Umumiy yashash maydoni 370 kvadratdan iborat. Uy qurilishiga 100% garantiya beramiz deyapti. Uy mana vidini ham o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizni batafsil obzorni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hovliga kirganimizda mana bu yoqqa bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ustlar chiroyli qilib naves qilib yopilgan. Uyning oldi fasadiga juda ham chiroyli vid berilgan. Oldi tarafga katta panorama romga joy tashalgan bo'ladi. Bino ichiga kirish bu yerdan boshlanadi. Bino ichiga kirganimizda bu turgan joyimiz katta hol, o'ng tarafimizda oshxona joylashgan. Bu tarafda mana mehmonxonaga joy tashalgan bo'ladi. Bu yerda razdvijnoy katta anaqa akfadan anaqa eshik qo'yiladi. Mehmonxonamiz orqasida joy tashalgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Uy qurilishini qaranglar, juda ham mustahkam qurilgan. Eng asosiysi lokatsiyaga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Binoyimizning tegi umumiy yerto'la qilingan. Seli yer to'lib o'tdi. Chap qo'limizga kirganimizda bu tarafda bitta sanuzel xona, umumiy. Chap tarafga o'tganimizda bitta родительский spalni bo'ladi, o'zining ichida sanuzel xona ham tashalgan. Bu yotoq xonamizning orqasidan ham mana orqa hovliga chiqishimiz mumkin. Binoni yerto'lasini tegi juda qorong'u ekan, lekin binoning tegi umumiy yerto'la qilingan. Endi ikkinchi qavatga chiqib qolgan xonalarni ham ko'ramiz. Uyi umumiy 3 qavat tashkil etadi. 4-qavat mansarda ham tashab ketilgan. Mansardasi ham bor. Chiqqanimizda bu tarafda mana bitta umumiy sanuzel xona bo'ladi koridorimizda. Chap qo'limizda katta hol, bu tarafda bitta yotoqxona joylashgan. Bu xonadan hozir ustalarimiz foydalangani uchun hozir ko'rsatmay turamiz. Bu tarafda mana bitta bolalar yotoqxonasi, o'ng tarafimizda bo'lsa, ota-onalar yotoqxonasi joylashgan, o'zining ichida sanuzel xonasi bilan birga. Uyga egalari $190,000 so'rashyapti. Mana shu turishida startli narxi yana kelishadigan joylari bor. Yunusobodni zo'r lokatsiyasidan yuqtirgan tanishlarga tarqatib qo'yinglar. Narxini yana egalari bilan savdolashsanglar bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, katta ko'chingiz ham shunday ko'rinib turibdi. 100 metr masofada joylashgan. Yunusobodni sentridan yuqtirganlarga tarqatib qo'yinglar.